Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Kech kirgan bo'lsa ham bir video qilgim keldi. 750 so'mdan sotdim yerni ichida dedi. Ataylab ko'rgani keldim. O'zim tosh beryapman. Birodarlar, Makka ajoyib bo'lgan, bo'y baland, dumbilni pishirgan. Mana birodarlar, bo'yi baland. Dehqonlarimizga bittadan laykni bosamiz. Yildan yilga dehqonlarimiz rivojlanib ketyapti. Xudo xolasa bu ketishda ancha-muncha chet ellik dehqonlarga dam berib o'ramiz. Qoyil qoldim. Bo'yi baland, dumbillarni pishirgan, o'ziga yarasha. Juda zo'r. 750 so'mdan yer ichida chiqdi shu. Bo'y o'ta baland. 3 metrdan ham baland. Dehqonlar uchun bitta laykni bosamiz, obuna bo'lamiz. Doimgi narxni bildirib boraman. Sog' salomat bo'linglar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Dumbil Makkasi zo'r.